alaykum. Davlat nazorat tizimidagi bugun 2.3.3 versiyadagi o'zgarishlarni ko'rib o'tamiz. Ushbu 2.3.3 versiyada asosan dalolatnomalar bilan ishlashda o'zgartirishlar kiritildi. Xo'p, bularni ko'rib o'tamiz. Birinchi bo'lib fermer ko'rsatkichlari sahifasida eski holatda har bitta ko'rsatkichda dalolatnoma ko'rsatilardi. Hozir dalolatnoma emas, hisobot ko'rsatib o'tiladi. Va ichkarida, ya'ni ko'rsatkichlar tarixi degan oynamizda ham dalolatnoma ko'rsatib o'tiladi. Hozirda dalolatnoma emas, hisobot ko'rsatib o'tiladi. Fermer ko'rsatkichlarida dalolatnomalardagi o'zgarishlar asosan mana shular. Ana endi xo'p, inspektor kesimida o'chadigan bo'lsak, eski holatda biza monitoring qilganimizda qanaqadir zararkunanda aniqlanganda, ya'ni zararlangan hudud bo'lib turganda hisobot va dalolatnoma avto shakllanar edi eski holatda. Ana endi 2.3.3 versiyadan boshlab faqatgina hisobot avto shakllanadi. Ya'ni biza monitoring o'tkazganimizda zararkunanda aniqlanadimi yoki toza hududmi, ahamiyati yo'q, hisobot avto shakllanadi. Zararkunanda aniqlanganda, ya'ni zararli hudud bo'lganda esa inspektor tomonidan dalolatnoma tuzish tugmasi bosilmaguncha dalolatnoma avto shakllanmaydi. Ya'ni inspektor qo'lda dalolatnoma shakllantirilishi kerak bo'ladi. Ushbu jarayonni demak ko'rib o'tamiz. Eski holatda monitoring qilish tugmasini bosamiz. Hech qanaqa o'zgarish kiritilmagan bu bo'yicha. Va monitoring qilish, qaysidir maydonni tanlab turib monitoring qilish tugmasini bosadigan bo'lsam, agarda ushbu dalada ma'lumotlar to'liq kiritilmagan bo'lsa, masalan, demak, fermer xo'jaligi rahbari, telefon raqami, subyekt turi va manzil to'liqligicha kiritilmagan bo'lsa, monitoring qilish tugmasini bosganimizda oldin ma'lumotlarni to'ldiring degan ma'noda quyidagi o'yin ochiladi. Va biz bu yerda fermer xo'jaligi rahbari, telefon raqami, tadbir subyekt turi va hudud manzilini kiritganimizdan keyingina eski holatdagi monitoring qilish oynasi ochiladi. Demak, e'tibor qilamiz, bu yerda hozir manzil degan qismida viloyat va tuman kiritilgan va aniq adres yo'q, ya'ni qaysi mahalla va ko'chada joylashgani haqida ma'lumot yo'q. Monitoring qilish tugmasini bosib turib, ushbu subyekt qanaqa, aholi uyumi, byudjet tashkilotimi, tadbirkorlik subyektimi, shuni tegishlicha belgilab olib, manzilni kiritaman, ya'ni nimadir MFE nechinchidir uy kiritib turib davom etish tugmasini bosaman va mana e'tibor qiladigan bo'lsak, manzil degan qismda men kiritgan ma'lumotlar ko'rindi. Ana endi monitoring qilish tugmasini bosadigan bo'lsam, eski holatdagi monitoring qilish oynasi ochilib beradi menga. Xo'p, demak, ushbu videoda asosan dalolatnomalar o'zgartirish kiritildi va shularga to'xtalib o'tamiz endi. Xo'p, monitoring qilish jarayonida monitoring qilish tugmasini bosaman va bu yerda bir narsaga e'tibor qaratamiz. Subyekt turi asosiy rol o'ynaydi ana endi dalolatnoma shakllantirishda. Subyekt turi aholi uyi yoki byudjet tashkiloti bo'lsa, birinchi monitoringni o'zida zararkunanda aniqlansa dalolatnoma tuzishimiz mumkin. Lekin tadbirkorlik subyekti bo'lsa, birinchi marta monitoring qilganimizda dalolatnoma tuzish degan tugma ko'rinmaydi. Ikkinchi marta, ya'ni fermer ishlovlar o'tkazdim deb izoh yozib turib, inspektor qayta monitoring qilayotgan jarayondagina dalolatnoma tuzish degan tugma ko'rinadi. Xo'p, demak ko'rib o'tamiz. Birinchi bo'lib biza aholi uyi yoki tomorqani monitoring qilyapmiz. Demak, monitoring qilish tugmani bosdim va men kerakli ekinni tanladim va qancha maydonda tarqalgan tegishli fotosuratlarni kiritdim. Zarar organizm mavjud va zararkunandani tanlab turib, qancha maydonda tarqalgani hamma ma'lumotlarni kiritib o'tdim hozir. Kiritib o'tdim va aynan qanaqa huquqbuzarlik alomatlari bor shularni tanladim. Pastki qismda mana dalolatnoma rasmiylashtirish degan tugma chiqdi. Sababi ushbu dalam aholi uyi va tomorqa edi. Shu sabab monitoring o'zida ham demak zararkunanda aniqlansa dalolatnoma rasmiylashtirish imkoniyati mavjud. Dalolatnoma rasmiylashtirish tugmasini bosaman
va bu yerda menga tegishli ogohlantirish bo'ladi. Agar haqiqatdan davlatnoma rasmiylashtirmoqchi bo'lsam, davlatnoma rasmiylashtirilsin degan bo'limni tanlab turib davom etish tugmasini bosaman. Va bu yerda mana davlatnoma rasmiylashtirilsin degan yozuv ko'rinadi. Demak, davom etish tugmasini bossam, ushbu dala bo'yicha va zararkunanda aniqlangani va davlatnoma rasmiylashtirilgani haqida ma'lumot serverga yuklanadi va davlatnoma shakllanadi. Agarda yo'q, men davlatnoma rasmiylashtirmoqchi bo'lmasam, davlatnoma rasmiylashtirish degan bo'limni o'chirib qo'yib davom etishni qilsam, ushbu holatda monitoring qizil, ya'ni zararli organizm aniqlandi shaklda o'tadi-yu, lekin davlatnoma rasmiylashmaydi. Xo'p, men davlatnoma rasmiylashtirish kerak. Davom etish tugmasini bosaman va davom etishni bosaman. Xo'p, ana endi qayta, demak, monitoring qilish tugmasini bosib turib, ushbu dalani ustiga bosadigan bo'lsam, mana menga monitoringim tizimda saqlanadi va bir kunda bir marta monitoring o'tkaziladi degan ma'noda monitoring qilish cheklanadi va hisobotga qo'shilib davlatnoma ham shakllandi. Monitoringlar bo'limiga o'tib turib ko'radigan bo'lsam, mana eski ikkita o'tkazgan monitoringimda zararli organizm aniqlangan, lekin davlatnoma shakllanmagan. Oxirgi qilgan monitoringimda esa davlatnoma shakllansin tugmasini bosganim uchun davlatnoma shakllandi. Hozirgi ko'rsatgan videoyim bu aholi tomorqasi uchun edi, aholi uyi uchun yoki bo'lmasam davlat tashkiloti uchun. Ana endi tadbirkorlik subyekti bo'lsa ozroq farq qiladi. Ya'ni tadbirkorlik subyektida birinchi martada, ya'ni monitoringning o'zida zararkunanda aniqlansa, o'z holicha, demak, men davlatnoma shakllantira olmayman. Faqatgina qayta monitoringdagina davlatnoma shakllantira olaman. Deylik, masalan, ushbu monitoringda bizada qizil dala chiqqan, ya'ni zararkunanda chiqqan va qayta monitoring qilish tugmasini bosadigan bo'lsam, oldin fermer bizga ma'lumot yuklasin degan ma'noda ogohlantirish chiqib turibdi. Ya'ni tegishli qanaqadir tavsiya berilgan, ushbu tavsiya asosida ishlov o'tkazib, fermer agroko'makchidan ma'lumot kiritishi kerak. Ma'lumot kiritmaguncha qayta monitoring qila olmaymiz. Ana endi fermer ma'lumot kiritgandan keyin biz tizimga kiradigan bo'lsak, tizimda quyidagicha ogohlantirish chiqadi. Ya'ni men o'tkazgan, mana shu fermer xo'jaligida shu monitoring bo'yicha fermer ishlov o'tkazdi va buni tizimga kiritdi shaklda ogohlantirish chiqadi. Va ana endi monitoring qilish tugmasini bosib turib, aynan o'sha monitoringimning ustiga bosadigan bo'lsam, adashmasam bunisi quyidagicha oyna ochiladi. Mana demak, tavsiyalar asosida tegishli ishlar olib borildi va tadbirlar o'tkazildi. Fermer tadbirlar o'tkazildi degan izohni yozgan ekan va qaysi sanada aynan mana shu ma'lumotlarni kiritgani haqida ma'lumot ko'rindi. Va ana endi qayta monitoring qilish degan tugmasini bossam, eski holatda oyna ochiladi. Toki fermer ma'lumot kiritmaguncha ushbu tugma bosilmaydi. Va e'tibor qaratamiz, ushbu subyektimiz, demak, tadbirkorlik subyekti. Xo'p, tadbirkorlik subyektini men birinchi marta monitoring qiladigan bo'lsam, mana va qanaqadir ekin tanlaydigan bo'lsam va zararkunanda mavjud bo'lsa, ushbu maydonda ushbu o'ynalar chiqadi, ya'ni huquqbuzarlik alomatlari ko'rsatkichi va shunga o'xshagan ma'lumotlar chiqadi-yu, lekin davlatnoma tuzish degan tugma chiqmaydi. Sababi bu bizada tadbirkorlik subyekti va birinchi marta monitoring qilinyapti. Lekin xo'p, buni X deb bosaman. Lekin ikkinchi marta, ya'ni qayta monitoring qiladigan bo'lsam, mana qayta monitoring qilib ko'ramiz. Qayta monitoring qilish tugmasini bosib turib, ekin va tegishli ma'lumotlarni kiritib bo'lib, zararkunanda mavjud deb turib, aynan qanaqa zararkunanda borligini tanlaganimdan keyin pastga tushadigan bo'lsam, ana endi bu qayta monitoring bo'lgani sabab davlatnoma rasmiylashtirish degan tugma ko'rinadi. Va davlatnoma rasmiylashtirish degan tugmani bosadigan bo'lsam, bu demak, tadbirkorlik subyekti bo'lgani uchun davlatnoma rasmiylashtirilsin bo'limini tanlaganimda ana endi menga ikkita tanlanadigan ma'lumotlar oynasi ko'rinadi. Ya'ni tadbirkorlik subyekti tomonidan tekshiruvlarni ro'yxatga olish kitobi taqdim etildimi yoki yo'qmi, shuni kiritib o'tishim kerak bo'ladi. Va men buni kiritib o'taman. Keling, to'liq to'ldirib ko'rsataman buni ham. Demak,
0,1 gektarda anorda demak zarar kununda aniqlangan bir nimadir kiritdik, tanladim. Xo'p, ularning alomatlari mavjud. Xo'p, davlatnoma rasmiylashtirilsin va deylik, menga tekshiruvlar ro'yxatga olish kitobi taqdim etildi. Davom etish knopkasini bosib turib, davom etish tugmasini tanlayman. Xo'p, nimanidir kiritmadik. Xo'p, tanladim. Davom etish tugmasini bosdim. Va demak, ana endi biza bemalol o'tib monitoringlar bo'limidan ikkita mana davlatnomani ko'rishimiz mumkin. Bunisi demak aholi uyi uchun edi. Mana davlatnoma ochib ko'radigan bo'lsak, davlatnoma shakllantirildi. Va mana ikkinchisi demak tadbirkorlik subyekti edi. Mana bu tadbirkorlik subyekti. Xo'p, mana tadbirkorlik subyektining egasi tomonidan qanaqadir zarar kununda aniqlangan haqida ma'lumotlar va mana biz bu yerda tanlaganmiz. Ya'ni tadbirkorlik subyekti tomonidan tekshiruvlar ro'yxatga olish kitobi taqdim etildi va to'ldirildi degan qismida galочка belgilangan va necha ball berilgani haqida ma'lumot turibdi. Shu shaklda davlatnomalarga ham o'zgartirish kiritildi.